Assalomu alaykum bolalar, qalaysizlar, tuzumsizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Ishlar bilan jigarlar charchamaygina yuribsizlarmi? Sog' salomat bo'lib, soqqani soqqa yurib, dvijeniyalarni qilib. Xullas, og'alarim bugun sizlar bilan Swampland, ya'ni qurbaqa o'yiniga 5 gacha borishga bir sxema, eski sxema bu o'shani endi sinab ko'ramiz bolalar. Eski sxemani o'xshashi lekin 50 ga 50 bolalar. Baribir eski, oldinroq chiqqan shuni bir Fast Pari bolalar yangi chiqqan Fast Pari kontorasida harakat qilib ko'raman. Mana shu Fast Pari kontorasi kimga kerak bo'lsa, dasturlar degan kanalimizni albatta yuklab olishingiz mumkin. Dasturlar kanalimizni ssilkasini esa mana shu videomizni kommentariyasida qoldirib ketaman. Albatta o'tib dasturlar kanalimizda mana shu Fast Pari'ni eng so'nggi va yangilangan versiyasini yuklab olishingiz mumkin do'stlar. Shundan davom etamiz, ketdi. Hozir ko'rsatib o'taman. Birinchi minimalkada 4-5 marta bosamiz. 27 ga borib qo'ysak ekan. Voy 27 ni ushladim. Yo, mana buni qaranglar. 3000 so'mda minimalkada 27 KSN ushladim. 27 KSN Max Win. Gap yo'q, mana shunaqa omad ham kelib qoladi. Davom etamiz, yana 5000 ham qilib olaman bolalar. Endi birinchisidan o'qish aniq, chunki 5x 27x olgandan keyin u gamdan 4-5 marta o'qib olmasa bo'lmaydi-yu, bilasizlar-yu. Bo'ldi bolalar, shundan keyin bir ko'tarib ko'raman. Go. Ketdi ana endi, mayli 100 ming so'mdan urib ko'ray. O'rtadan to'g'riga yuramiz bolalar. 3 ta to'g'riga 5 ga chiqishini kutamiz o'rtadan. 3 marta bermasa dagon qilamiz-da bolalar. Bilab yo'q bosvorman. Suka bekor bosdim-da, sukani biladi. Saypal. O'rtadan 200 ming. Davay. To'g'ri yuramiz-da, to'g'riga 5 ga to'g'ri yuramiz. Endi eski strategiya bolalar o'xshamay qolishi mumkin, lekin o'xshashi ham bor. Mana aytdim-ku bolalar, o'xshamay qolishi ham bor, o'xshashi ham bor. 1,86 ming. Prosta 5x ga bordik, sekin yutuqni olish qilamiz. Bo'ldi bolalar. Tushamiz ana endi. 5000 dan yana 4-5 marta ketdi. Yutsa bo'ladi, faqat dagon bilan chiqadigan 5x ga borsa bo'ladi bolalar. O'yna, lekin 27 ga zo'r bo'ldi-a bolalar. Gap yo'q. 27 ga chotki bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Gap bile. To'g'ridan o'siydi deb turdim, to'g'ridamas ekan. Mayli. Tomog'im og'riyapti-yu, ular. Ana endi bolalar ko'tarib ko'ramiz. 200 ming o'zida yana to'g'riga 3 marta go. Ketdi. Ikkinchisida bermay qo'ydi. Mayli, davom etamiz. Birinchisida qiziq qo'ydi. Uchinchisida ham o'qizi, demak dagon qiladigan payti keldi bolalar. Davay. Dagon bilan 5x ga borib bermay qo'ydi ko'cha. Yes, aybalagani bu. Gandon biladi. Pasholi. Olaman baribir. Mana yaxshi olamiz. 2100 ming so'm va bitta yana 300 ming so'mda harakat qilib ko'raman o'xshatishga. Davay. Mana bu yoqqa yuraychi. Voy billahi, to'g'ridan chiqsaydi. Og'zingizga to'g'ridan chiqdi bu gandon. Bidarras biladi. Yomon xurram-a biladi shunaqa. O'zi tushim kerak edi biladi. Bekor qilib bo'lmizalagan. Mayli. Yana. Davay. Internet ishlamay qoldimi? Yo'q, bana.
Tinchlamay qoldi-yu. Ishla. Voy bile, chiqamiz. Chiqish. Erta kirish. O'zi ishlamay qoldi bola. Ishlamaydi, men ishlab ketmaydim. Voy bile, ishlamayapti-yu bola. Ishlab ketish kerak edi. Ishlamay qoldi. Ishlab ketdi mana. Suka bilet. Ber endi. Onayni ama. Kesan. Bachcha bilet. Yaxshi bo'lamiz. Tushamiz 3258 bu yerda bolalar tushib olamiz va qisib davom etamiz. Ketdi. Bolalar oralaringizda sizlarni bonusga qiziqadiganlar bo'lsa, bonus olish uchun mana shu bookmaker, ya'ni Fastpari bookmakeridan yangi akkaunt ochasiz. Fastparidan bolalar yangitdan to'liq ro'yxatdan o'tasizlar va ro'yxatdan o'tayotgan paytda esa promokod degan joyga ekraninglarni bolalar pastki qismda ko'rinib turgan bizani ofitsialniy promokod Legend 23 degan promokodimizni albatta yozib qoldirasiz va hisobingizni to'ldirasiz va siz birinchi qilayotgan depozitinglar uchun esa albatta $500 dan $1800 bonus. Undan tashqari esa haftaning har 3 kunda promoballar, promo cashbacklar, VIP cashbacklar berib boriladi. Albatta o'sha bonuslarni olib asosiy hisobingizga o'tkazib olishingiz mumkin bolalar. Ko'taramiz. Shuning uchun o'tinglar, Lebboy bitta bookmakerdan ro'yxatdan o'tish davomida Legend 23 promokodini yozib qoldirib, albatta bonuslarni qo'lga kiritib olinglar do'stlar. 300 mingdan qilamiz bolalar. 30 ming qilib qo'ydim-da. Davay. Ketdi. O'tib bemalol bolalar Legend 23. Lebboy, Mosbet, Birwin, Linebet, Melbet farqi yo'q. Qaysi kontora bo'lishidan qat'iy nazar Legend 23 yozib qoldirasiz. Albatta bonuslarni qo'lga kiritib olasizlar bolalar. Davay 700 dan. Davay. Yaxshi olamiz. 3.800.000 so'm va 9.200. Shu 2x qo'ysam bo'ldi-da bolalar, balans shu 2x qo'ysam shu yetadi menga, o'sha normalniy bo'ladi. 2x qo'ysam bo'ldi. 8000 qo'yamiz, ketdi. Yana 3-4 million, 2-3 million foyda qilsam shu bilan yakunlab qo'ya qolaman. Davom etamiz, davay. Yana. Shu bir marta 20 taga bordim. Undan keyin borganim yo'q, ko'ryapsizlar. Faqat oqizib turibdi. Bolalar, kuponlarga qiziqadiganlar ham bo'lsa, Telegram kanalimizda bizada kupon stavka 100% tekinga har kuni tashlab boriladi. Telegram kanal silkasi mana shu video kommentariyasida. Albatta o'sha kuponlarga, stavkalarga, odinochkalarga tikib, bemalol o'sha kuponlarni, stavkalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Barchasi 100% tekin, ya'ni umuman pulga sotilmaydi bolalar ba'zi kanallarga o'xshab. Bizada barchasi 100% tekin bo'ldi. Albatta o'sha kuponlarni olib, balansingizni oshirib olishingiz mumkin do'stlar. Davom etamiz. Yana. Bo'ladi, bir oshirib ko'raylikchi bolalar 400 mingdan. Davay. Birinchisi 9 da afsuski, yana 400. Yana bittadan ko'taramiz. Bermadi. Davay. Tushunarli. Davom etamiz. Baxtli Veragol. Darazligin qilmaydi. Ya, onnagina. Onna Johnning zana deydi-ku. Terras.
qirt. Sekin onasini ham aytib qo'yibdi bolalar. Gandon. Ko'rdingizlar 5x da o'qizaverdi, tamom azart yondi bolalar. Ana shunaqa ko'tni qilolmaymiz, keyin o'qib ketamiz. Naxuy kerak bilet. Uyat qilaman-da bor-ku, oldik. 3900 yaxshi. Tushamiz ana endi. 300 mingdan qilamiz, ketdi. Davay. Ondan. Shu 5x ga hech bilet omad kelmayapti-da. 5x da atayap shu bo'lsa ham zo'r bo'lardi. Yaxshi olamiz. 1 million bo'ldi bolalar. Bo'ladi bolalar, men to'xtataman. To'g'risi zo'r summani oldik. Yomon emas bolalar. Zato foyda bor bolalar. Kam bo'lsa ham muhimi foyda bor. Sizlarga ozgina bo'lsa ham eski sxemada ham o'ynab ko'rsatdim. O'xshaykan bolalar. To'g'ri endi 60 ga 40% bo'lib turibdi-yu, normal, lekin yomon emas. Yaxshi foyda qilsa bo'ladi. Bolalar, o'tinglar, mana shu Fastfari kontorasi kimga kerak bo'lsa, pastdagi dasturlar kanalimizning silkasini qoldiramiz. Mana shu video kommentariyasida o'tib Fastfarini eng so'nggi versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Bolalar, bo'ldi, shu yerda yakunlaymiz. Doimo o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga omad, sog', omon bo'linglar do'stlar.